bozorga borsangiz chiroyli ko'ylak tursa, menga shu razmerni bering desam, yo'q sizni razmeringiz. bu sizga to'g'ri kelmaydi desa, odamga yomon alam qiladi. Yo'q, to'g'ri keladi. Shu savdogar bilan ham nima desam, tortishib kiyib ko'rardim. Sig'masdi-da, rosa alam qilardi. Shu holatlar bo'lgan. Shuning uchun ozishim chiroyli bo'lgan, Xudoga shukr. Inson birinchi o'rinda o'zi xohlagani. Atrofdagi misol uchun xo'jayinim bilan munosabatlarim ozish jarayonimda yaxshilandi. O'zi aslida yaxshi ko'rishib turmush qurganmiz biz turmush o'rtog'im bilan. O'shani semirgan paytingizda munosabatlar o'zgarmaganday tuyuladi. Masalan, sen 100 kilo bo'lsam, men borimicha yaxshi ko'radilar, o'zlari ham aytayaptilar deymizda, lekin shu 100 kilodan 70 kiloga tushganimizdan keyingi munosabat anchayin balandroq bo'ladi-da. 180 gradus bu kam. Kam bu. Bu kam. O'zgaradi. Turmush o'rtog'imga bu haqda aytmagan, eslolmayman, lekin o'zgargan. Chunki stressda bo'lasiz. Semiz inson albatta stressda. Stressda bo'lganingizga hech kim yoqmaydi, ha. Nima desam bo'ladi? Bolalar sal kimdir nima desa ham bolalaringizdan alamingizni olasiz, xo'jayin u tugatsa xo'jayiningizdan alamingizni olasiz, shunaqa holat.